Chevrolet Malibu SS. Chevrolet Silverado pickup truck. Menga ko'proq mana bu Malibu SS yoqadi. 1965-yil bu. Aytva yangi qo'yilib qolgan torpedolar o'ziniki. Chevrolet SS Silverado. Mana bu nima edi? Qora va ko'k. Mana bu kompressor havo beradimi deb qoldim. Kamdan kam traklarda bo'ladi bu narsa. Orqa treyler bo'ladi, treyler havoli, tormozi havolik bo'ladi. Qizil avariyni, qora рабочий, ya'ni ishlaydigan tormozligi. Menga mana bu yoqdi ko'proq. Balonni. Mana kattaroq balon, qanday enli. Yoqdi menga bular. Cadillac Eldorado. Mana bu yerda far ochiladi. Ichkari kirib, far ochiladi ikki joyda. Kazakdan yozib bilan mana bu yerdan ochiladi. Bu ham dahshat mashina. Yana bitta Silverado. Ford ekan adashdim, Silverado. Ford, menimcha 150 lik. Eng yaxshi mashina. Nissan Titan HD. Hozir bu yerdan bitta pickup truck olib ketamiz.